Bir de lakkam var ekan. Buncha da tursinmi? 20 ming so'm. 20 ming so'm lakkamız lakka. Bile uracak mana qaram. Lakkamız lakka ideallar, ina ajoyib lakka 20 ming so'mdan beraman deb turibdilar kilosini. Sara o'ynab yotgan lakkalar ko'rib turibsiz. Qazarasi baliq bozoruna geldik. Bugün ko'rib turibsizlar odam ko'p. Bugün 28 sentyabr, xudo xolasa. Sizlarga baliq bozor obzor etaman. Yaxshi baliqlar kelibdi. Baliqlar yana arzonlabdi. Hozir sizlar bilan baholarni ko'ramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan bular? 35 mi piyos turadi? 2 kilo chiqib boradi. 2 kilo 35 dan beraman dedilar. Piyos turlari yaxshilar tushdi degan baliqlari ko'ribsizlar. Piyos turi 35 ga tushdi. Bu baliqlar necha so'm ekan? 27 turadi. 1,5 kilo chiqadi undan ziyod. Baliqlari ko'rdinglar. Ajoyib baliqlar kelibdi bugun. Hem baholar ko'rib turganingizdek, avvalgina qaranda rasmiy tushgan. Bemalol kelib olishingiz mumkin ina. Ajoyib baliqlar. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi baliqlar aka? 28 berdingmi? Ajoyib baliqlar kelibdi. Baliqlarga qarang. Gelip çökkem nimalar arasida ajoyib baliqlar bor ekan. Yana undan tashqari ben tarafdan baliqlar bor ekan. Bular necha so'm bo'ladi? Piyostrim bular? Mayboshmi? Mayboshlar 30 bo'pti. Baliqmisan baliq haqiqiy zo'r baliqlar tushibdi bugun. Sazonlar çok debki. Apka bu sazon siznikimi? Necha so'm bo'ldi ular? 46 mana. Shu chiqib boradi. 3 kilo chiqib boradi. Sori sazon olaman degan insonlar uchun 46 ming so'mda yana kelishib beradilar albatta. Necha berdi baliq apka? Assalomu alaykum. 28 ming. 28 ming so'm. 28 sentyabrda baliq 28 ming so'm. 27'sinde 29 oladi değil mi? Işkılap. Şu balık oyunu acayip yapıyor balıklara. Acayip balıklar. Sazanlar çabuk oldu sazan. Epke. Selamun aleyküm. 48 ming. Sazanlar akıran acayip sazanlar geldi. Bulan necha bo'ldi? Bular 28 dan. Voq baliq mı bu? Maybosh. Maybosh mı? 28. Maybosh 28 ming so'm ekan. Biri. Yine bu sezonda 28 dinle. yine 48. 48 deb tursin. 3 kilo chiqadi qo'ladimi? Kelaverasizlar, shu nelar kerak bo'lsa. Bular chizmagan, farqlar. Ajoyib baliqlar tushibdi bugun. Kelaverasizlar. Yana daryoni baliqini qoluvchilar. Assalomu alaykum, bu necha so'm ekan bular? Bular 28 dan. 28 mi qarb? Bularni 43 dan bular. Assalomu alaykum. Men gaplashib aytavering. Sazon. Ajoyib sazonlar tushibdi. Gap yo'q, shunday baliqlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Sara baliqlar tushibdi bugun. Ko'rib turganingizdek ajoyiblari tushgan. Bravo bolam. Assalomu alaykum. Sazoncha berdingiz? 40 mi? 40 ming so'm ekan, lekin 1 kilodan ziyod chiqadi bu sazonlar ko'p. meni qarab qani. 28 ming so'm. Kilo chiqib borar. Ajoyib baliq. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan baliqlar? 28 mi? Sazon mı bular? Hammasi.
Sazan ekan 28 ming deb turibdilar. Salgina meyda demasangizlar yana. Lekin ajoyib ekan hammasi. Kelarasiz ish doim yana shuni sazonlar kerak bo'lsa sal kichkinaroq, ana 1 kilo chiqib boradi. Atak bahotam shuni shunga yarasha 28 ming so'm ekan. Qolovchilar bo'lsa kelaverasizlar. Shunning baliq bozori bu. Ajoyib lekin. Necha so'm ekan bular? May boshda 28 mi? Ajoyib baliq qo'yapti. Kelaverasizlar. Baliq bozorda aynan xudo xolasa sizlar uchun ajoyib baliqlar, baholari ham ajoyib. Bugungi sanaga yarasha 28 ming deb pul bo'lanchi? 29 ming. Görüp turasizlar, shunning baliq bozor bu. Xola vaqtingiz kelishingiz mumkin. Bir asosiysi tortishib, talashib, qo'llanib olishingiz mumkin-da. Hamishida o'sib birla tayyorlab qolasanizlar. Mana Xazarasi baliq bozorda bugun narxlar shunning sizlar tarafda ne deyashasangiz shudancha so'm yozib qoldiringlar izohlarda iloji boricha. Beden baliq olib yeb ko'rganlar ta'min yozib qoldiringlar iloji boricha. Xudo xolasa sizlar bilan xizmatdamiz. Kelaverasizlar.